Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin ki Sahih Bukhari namlı kitabında biz hayz nifas münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tövende mundaq bir bab o'tirib qo'yapti. Bu babda ayol kishi mush hayzdan pak bo'lmoqchi bo'lgan vaqtida o'zini o'zi ulaydi dedi. Bundaq degani mush bedellerini qattiq bo'libmi shu chochni bak ulashni maqsad qilgan hamda bu yerda chochninki jildiziga suvni o'tkazish uchun qattiq ulab yuyishniki muhimligini eskartgan. Qandoq yuyinadi va shundoqla undan boshqa bir xushpuroqlangan yoki atirlangan bir latini ishlatadi dedi. Ondan shu latini qonning shu qon bor joyga, ya'ni jinsiy a'zon demakda ayol kishiniki shu yerga qo'yudi degan mazmunda to'xtalmoqchi. Endi bu yerda beshini qattiq ulab yuydi degan iboratni Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bobning o'zida bayon qilgan bilan hadisning o'zida aniq bu o'tirib qo'yilmagan. Nimishqa Imom Buxoriy buni bobda o'tirib qo'ydi, lekin hadisda bu o'tirib qo'yilmaydi degan vaqtida Imom Buxoriy hazratlarininki davomli odatida hadisda mesela azroq ashunga munosabatlik bir hukmlar bo'ladi ekan, shu hukmni bu odam hadisda ochiq oshkora bo'lmagan taqdirdami bob orqali ifodalaydi. Bu chunki shu hadisda mazmun o'tirib qo'yilgan shu hukm o'z ichiga oladi deb qaragan. Chunki ayol kishi yuyingan vaqtida cho'qim bu chochniki jildiziga suv o'tkazish aqalli bir talab. Hadisi bayon qilinmagan taqdirdami ochiq oshkora buni shu Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda muhim agashmalar qatorida bayon qilib o'tgan. Ham Sahih Muslimda bu to'g'riliq aniq bir hadis bayon qilingan. U hadisda u ma'nosini bayon qilib o'tsak, chochniki jildiziga deydi. Suvni tekkizish uchun qattiq ulab yuvish kerak degan iborat Sahih Muslimning rivoyatida bayon qilingan. Ama bu hadisi İmam Buxoriy Sahih Buxoriyda keltirmaslikning sababi İmam Muslim bayon qilgan bu hadis İmam Buxoriyning shartiga uyg'un bo'lmag'achqa İmam Buxoriy buni qabul qilmagan. Ama İmam Muslimning shartiga uyg'un bo'lg'achqa bu hadisni qabul qilgan. Buningda ochiq oshkora qandoq yuvish, ayol kishiniki qandoq yuyinish tafsilotlar bayon qilinib, buning ichida chochniki jildiziga suvni tekkizish uchun qattiq ulab yuyishniki muhimligi bu yerda eskartilgan. Endi biz hadisniki ochiq mazmuniga kirib kelsak, bu 314-numurli hadis bo'lib, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Endi bu Imom Buxoriyniki buyuk katta ustozlardan bo'lib, bu kishini masalan ba'zilar Yahya ibn Musa degan bo'lsa, ba'zilar bo'lsa buni Yahya ibn Ja'far deb qaragan. Chunki Imom Buxoriyniki Yahya ismli ustozdan bir nechasi bo'lsa kerak. Endi bu yerda ko'p qism ulamolar bu Yahya ibn Musa ibn Abdullah ibn Salim al-Balaghi al-Khitti nomi bilan mashhur, tegi ko'plik odam Ibn Xattab nomi bilan mashhur bo'lgan 239-yili Ramazon oyida o'lib ketgan deb qaragan. Bu kishining munoyat ishonchli hadis ulamolardan ekanligi qayd qilingan tarixda o'zining katta muhaddis ekanligi. Ondan başqa İmam Buxoriy rahmatullohi alayhniki bu kishidan nurg'un hadislarni rivoyat qilib, ba'zilar namozga, ba'zilar meyit namozga, zakotga, savdo setiqqa, hajga, shundaqla Rasulullohning tarjimalik munosabatli bir qism mazmunlarni mush kishidan rivoyat qilganligi xotirlangan. Ammo bir qism ulamolar bu yerda Imom Buxoriyning bu yerdagi bu Yahya degan ustozi Yahya ibn Musa al-Balaghi emas, balki Yahya ibn Ja'far Ayunul Bariqi degan odam deb qaragan. Agar undaqda bu Yahya ibn Musa bo'lmay, Yahya ibn Ja'far bo'lganda, bu odam 243-yili o'lib ketgan. Bu Imom Buxoriyniki Baykentdagi ustoz bo'ladi. Tegi Buxora Baykentlik. Mavra an-Nahrdagi katta muhaddis, hofizlardan sanalgan, o'zining tafsir kitoblari va Ramazon, namoz, haj ibodatlariga to'g'riliqmi yozgan kitoblar bor bu odamniki. Bu kishi ham Sufyon ibn Uyaynadan anglagan.
Vaki ibn Jarrah imam Şafii'nin ustozi bu kishi o'qigan. Abu Muaviyat Zarir degandek dаңliq muhaddislar o'qigan. Bu kishi ham Yahya ibn Musaga o'xshash hadis ulamolarining nazarida ishonchlik degandek baholarga erishgan. Bo'libmi Imom Zahabiy rahmatullohi alayh hujjat, hafiz, rostchil imom degandek mundaq katta bahayvat nomlar bilan sifatlagan. Bu odamni o'z davridagi dаңliq muhaddislardan hadis rivoyat qilgan. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu kishiniki büyük ustozlardan bo'ldi. Undaqda bu odam Mavra an-Nahr Turkiston iliniki dаңliq katta muhaddislardan deyishki bo'ladi. Bu odam 243-yili o'lib ketgan. Yahya ibn Musa 239ning oxiri yoki 240ning kirishida shu paytda o'lib ketgan. Eng muhimi Yahya bu yerda nimaning Imom Buxoriy rahmatullohi alayhniki dаңliq katta ustozlarniki biri. Hamda bu kishi deydi Yahya bizga Uyayna ibn Uyayna deb so'zlab bergan deydi. Bu Sufyan ibn Uyayna. Bu kishi deydi Mansur ibn Baqiyadin. Bu kishi Mansur ibn Safiyadin. Mansur ibn Safiya o'zining onasidan. Mansur ibn Safiyaning tarjimali o'tgan. Bu kishi tabiinlar qatoridagi kishilarniki biri. Onasi Safiya. Safiyaniki sahobiy ekanligida ko'pincha ulamolarniki ko'z qarashi bor. Bir qism ulamolar tabiinlardan deb qaragan. Balkim sahobiy ekanligi bekrak uyg'un. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nomidan 5 hadis rivoyat qilganligi qayd qilingan. Bular hamda mush Qurayshlarniki Bani Shayba jamoatida. Bani Shayba hozirga qadar Ka'ba Baytullohniki mush ishkini ochadigan, ochqichni tutadigan qavm. Hozirga qadar mush odatni davom etib kelgan. Bularniki tarjimali boshda o'tgan, mayli Mansur bo'lsin, mayli onasi Safiya bint Shayba bo'lsin, bularning tarjimali boshda o'tgan. Bu ayol Hazrat Oysha onamizni rivoyat qilyapti. Bu payg'ambarimizning sevimli ayollarining biri tarjimali boshdan chiqib o'tgan. Demak, bu yerda hamda biz sahobadan bola onadan hadis rivoyat qilyapti-da. Bu bilishtirishlik nuqta bo'libmi? Shu bolaning onadan hadis rivoyat qilganligi bu o'rganishlik muhim nuqta. Qadimgi ayollar, sahobalar o'sha dinni keyingi avlodlarga qoldirish, yetkazish uchun o'zining avlod tarbiyasiga, bola tarbiyasiga naytbek ko'ngil bo'lganlik chiqib turibdi bu yerda. Hamda Oysha onamiz deydi, bir ayol Janob Rasulullohdan so'ragan deydi. O'zining shu hayzdan qandoq yunish masalasi haqida payg'ambarimizdan savol so'ragan. Bu ayol o'zi bir ansoriy ayol bo'lib, ba'zi rivoyatlarda Asma bint Shakal degan ism bilan mashhur bo'lganligi qayd qilingan. Chunki bu ansoriy ayollar ba'zi rivoyatlarda deyilishicha ular mush dinda olim bo'lish masalasida hech qanday bir bunda xijil bo'ladigan avval yo'qdi bo'ladi deydi. Har qanday masala bo'lsa, darhol bular so'raydi deb ta'riflangan ansoriy ayollar. Bu chunki bu xijilchanlik, bu qo'rqinchlikning bir qismi bo'ladi. Bu xijilchanlik asosan mush ilmniki dushmani. Qandaq bir ahli ilm, talibul ilm xijilchan, tatinchoq bo'lgan. Buniki ilm egallishi nayatdi tuvan. Janob Rasululloh darhol bu ayolga qandaq yunish haqida ko'rsatma berib mundaq debdi-da. Bir miski ambarlik bir latini elib, shu lat orqali siz poklaning debdi. Bu hadisga masalan miski ambar degan iborat keltirilgan masak degan bu yerdagi so'zni ulamolar ikki xil hukm bo'yicha tushundirgan buni. Ba'zilar buni doimlik shu poklanish uchun yoki tozalik uchun ishlatiladigan bir dazmol xarakterlik bir lata, ya'ni jo'p qatlab quritib qo'yib bunday ishlatiladigan bir lata deb qaragan. Shunga babda mumassaka degan iborat ishlatgan. Bir qism ulamolar yo'q, bu ashta xushpuroq atir degan iboratni ishlatgan. Shunga bu kelimada bekrak ixtilof masalalar yuz bergan. Lekin hadisninki zohirdan va boshqa mushu hadislarga ayol kishining yunishiga munosabatlik hadislarninki ishoratidan biz buning bunda atirlangan yoki xushpuroq lat ekanligi bu yerda ko'rinib turibdi-da. Shuningdek bu ayol yana qandoq pokizlanma deb shunaq debdi.
Resulullah yani ko'rsatib beryapsa, qandoq pokizlik nima deb ekan? Payg'ambarimiz shu lati bilan pokizlikning tozalang debdi. U yana qandoq deb so'rabdi. Masalani gangrab qolganda tushunolmaganda, shuni payg'ambarimiz subhanalloh debdi. Payg'ambarimizning o'ziniki bir xillik ichidikini aniq tushunmaganligi ayolniki Resulullahni demoqchi bo'lganda. Resulullah bu yerda bir taajjub asosida bu subhanalloh deb davatida mening ko'nglimdagi tushunmaydi degandek mazmunda. Subhanalloh shuni bilan pokizlang deb shunaq debdi-da. Oysha onamiz deydi, darhol o ayolni o'zim tarafga shunaq tortiblam, tizlam, qo'lni tutiblam masalan-chi. Makina deblam, qishimni tortib ekilib, men shu vaqtda dedim deydi. Qon bayaga qo'ysiz shu yagimda qarab, shu latni shu yaga qo'ysiz deb shundoq degan edim dedi. Yoki shu qon bayaga bu ya'ni o'limalar asosan shu jinsiy a'zo demoqchi-da, hamda qon tomchidigan ya. Shu ya'ni tozlaysiz, pokizlaysiz degan gap o deb tushuntirib qo'ygan edim dedi. Biz bu hadisdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki nayt hayoliq bir sharafli inson ekanligini bilish bilan birga bir qism masalalarni nayt ochiqlamay, oydinlamay, nayt adab bilan, hayo bilan ifodalaganligini bilib turibmiz. Bu bo'libmi bugungi ilm-fan nuqtasidan ta'limot va bilim nuqtasidan qarab turli taratqularda masalan ochiq, oydin sansipirli holatda masalan hayosiz bilimlar bilan shug'ullanayotgan yoki shundoq bir avvallarga yo'liqayotgan bugungi davrimizda o'g'nish tegishli nuqta bu. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.